$33.500 ga Leap Motors C16 xarid qilmoqchi bo'lgan akalar uchun Green Energy Namangan filialida $2.000 arzoniga Dongfeng 008 avtomobili. Ushbu avtomobil $31.500 ayni damda bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Mana uzunligini ko'rishingiz mumkin. Ushbu avtomobilni o'lchamlarini описаниеda yozib qoldiraman. Bemalol Leap Motors C16 bilan solishtirib olsanglar bo'ladi. Mana orqa ko'rinishlarini ko'rishingiz mumkin. Buni arzoncha varianti bilan adashtirib qo'ymaymiz. Bu 2026-yilgi restyling varianti. Mana ko'rishingiz mumkin. Yonida kamerasi bo'ladi. Bundan oldingilarda kamerasi bo'lmagan ma'lumot uchun. Ichki ko'rinishlarni mana ko'rsatib o'taman. Leap Motors C16 da qanday qulaylik va komfortli bo'lsa, bunda ham shu komfort va qulayliklar mavjud. O'rindiqlarda mana atamanka sidinasi, Abduf Abagrev, monitori, panorama tom, xolodilnigi bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Oldin mana ko'rsatib o'taman. Oldi qismi. Kimga shu turdagi avtomobillar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomerlarni qoldiraman.